Ishonchingiz komilmi? Albatta. Bo'lmasam hujjatlaringizni to'ldirib olib ketishim mumkin. Sizga katta rahmat. Azmang, kelib turing. Bu sahne görüşürüzden aytmoqchimiz. O'sha yoshlikda qilingan ayb ish yoki gunoh kelajakda o'zimizga qaytishi mumkin. Ana shunday gunoh ishlardan o'zimizni cheka olaylik. Rahmat. Mana bugun shunday tadbir bo'lgan ekan, bo'lib turgan ekan. Tadbir ustida yana tadbir. Bizda onajonimiz Barno ayamizni bugun tavallud ayyomlari. U kishini chin qalbimdan, chin yurakdan tabriklayman. İlk oyumuzda da bor mehrlarini bizga onalik mehrlarini ko'rsatib oldi. Dadalik mehrlarini ko'rsatib oldi. Nelardirki ko'ngil bo'lg'ash, ham egilib bu egilmas bosh, ko'zlaridan qalqib tursa yosh, bu holimga berolmay bardosh, oxar urib onam yig'laydi, qolganlari yolg'on yig'laydi. Qaytar bo'lsam quruq qo'l ovdan, qora qozon qolsa qaynovdan, ham ayrilib o'lja ulovdan, qarzga botar bo'lsam birovdan. Oxar urib onam yig'laydi, qolganlari yolg'on yig'laydi. Sizga sog'lik so'ray Xudodan, yaratgan asrasin balo qazodan, qo'lingiz tutmasin aslo duodan, hayotingiz nurlarga to'lsin, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Chorasini topgan, menga tosh otganga jonim otgan, dard cheksam